o'z baxtini, saodatini, ham bu dunyo baxtini, ham oxirat baxtini topib boradi. O'z-o'zidan bugungi kunda islom dinini o'rganmoqchi bo'layotgan kishilar ommatan va xususan yoshlar nimadan boshlashi kerak, nimalarni o'rganish kerak, qaysi kitoblardan o'qish kerak degan savollar kelib chiqadi. Avvalgi aytib o'tganimizdek, ming afsuslar bo'lsinki, ushbu savollarga hozirgi kunda qoniqarli va ko'pchilikni ittifoqiga sazovor bo'lgan javobimiz yo'q. Chunki uzoq vaqt davom etgan diniy ilmlardagi bo'shlik, to'xtab qolganlik hozirgi kunda o'zini ko'rsatmoqda. To'g'ri islomiy tarbiya berish rejasini biladigan, islomiy tarbiyani yaxshi o'zlashtirgan kishilarimiz deyarli yo'q. Alloh xayrlarini bersin. Bugungi kunda kishilarga, xususan yoshlarimizga diniy ta'lim berayotgan kishilarimiz hammalari o'zlaricha o'z tajribalariga suyangan holda olib borayotgan ishlarini davom ettirishib, bilganlaricha kishilarga o'rgatishib kelmoqda. Shu sababdan har bir diyor, har bir shahar, qishloq yoki mahallani o'zini alohida mullasi, o'zining alohida kitobi yoki qo'llanmasi bor. Ular hammasi shu imkon topilib, qo'lga tushib qolgan narsani o'rganish bilan avora. Ana shuning uchun ba'zi bir kelishmovchiliklar kelib chiqayotgani, birovniki ikkinchisiga bir oz to'g'ri kelmayotgani va boshqa bir holatlar ham paydo bo'lib turibdi. Lekin buni yo'qotish uchun harakat qilmoq zarur. O'quv qo'llanmalari diniy savodsizlikni bitirish uchun, diniy bilimdonlikni oshirish uchun kerak bo'lgan o'z tilimizdagi o'quv qo'llanmalari joriy qilish va iloji bo'lsa, ana shundoq diniy ta'lim beradigan kishilar ham ma'lum darajada malakaga, uslubga, o'qitish tajribasiga ega bo'lish va ishlarini muvofiqlashtirish to'g'risida ba'zi bir ishlarni qilishga, balki ko'plab ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Shundoq bo'lsa ham hozirgi imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda ba'zi bir maslahatlarni berish mumkin bo'ladi. Albatta, islom dinini o'rganish borasida eng birlamchi va eng muhim narsa aqida masalasi bo'ladi. E'tiqod masalasini o'rganish lozim, shundan boshlash kerak. Albatta, e'tiqod masalasi insonni iymoniga, ishonchiga, qalbiga taalluqli narsa bo'lib, unda birovga taqlid qilish ma'nosi bo'lmasdan, har kim o'zi ilmiy ravishda o'rganib, ana shu e'tiqod qiladigan narsalarga ko'ngil qo'yishi, e'tiqod qilishi lozim bo'ladi. Afsuski, bu borada juda ham qiyin bir ahvolga qolganmiz. Chunki avvalgi davrda ham ikkita diniy ta'limga ruxsat berilgan ozgina adadli kishilarni o'qitadigan madrasalarda ham aqida masalasi o'qitilmas edi. Aqida darsi yo'q edi. Biz bir vaqtlarda rahbarlarimizdan so'raganimizda, talabalik davrimizda kommunistlar bunga ruxsat bermagan, shuning uchun bu darsni qo'ya olmaymiz deyishgan edilar. Keyin bir oz yo'lga ham tushdi, lekin aytmoqchimizki, ana shundoq bir noqulay holatda qolinganligini. Ayniqsa,
bizni o'zimizni Mavaronahr xalqlarining tillarida deyarli bir ishonchli qo'llanma bo'lib, ko'pchilikni talabiga javob beradigan ma'noda narsa yo'qligi ham haqiqat. Ba'zi bir fiqh akbar, aqoidi zaruriya degan arab albosida chetda o'zimizni, ya'ni o'zbek tilida chiqqan kichkinagina kitobchalar ham bor. Ulardan ham kishilar foydalanishmoqda ham va yana shunga o'xshagan narsalar ham bor. Biz ham bir rukun, ya'ni hammasini emas, balki aqidani rukunlarini o'ziga ichiga olgan kichkina maqolalar yozgan edik. Shuni demak ovoz yozish jihozi bilan yozdik. Ehtimol eshitib ham qolarsizlar. Va Islom musaffaligi yo'lida nomli kitob majmuasi ichida chop qilish niyati ham bor. Shuningdek, men o'tgan yili boshqa bir yurtda o'qiyotgan yoshlar bilan suhbatlashib, o'sha yerda bizning ahli sunna va jamoa aqidasiga xilof bir aqida hukm surar ekan. Yoshlarimiz arz qilishib qoldiki, taqsir biz o'zimizni aqidamizni shu eshitgan, bilgan holatda yodlab qolganmiz, ongimizda qolgan. Lekin hozir bu yerda biz o'sha gaplarni aytsak, hujjat, dalil bilan isbotlab beradigan talab bo'lyapti. Buni qilishga biz qodir emasmiz. Shuning uchun nihoyatda hijolatlik bir holatdamiz. Chunki hujjatini, dalilini ilmiy ravishda bilmaymiz degan ma'nolarni aytishdi. Shundan keyin menga qattiq ta'sir qilib, juda ko'p o'ylanib, maslahat qilib, harakat qilib, oxiri Madina-i Munawvaradan Tarhis aqoid tahawiyya, Sharh aqoid tahawiyya, Tarhis Sharh aqoid tahawiyya degan Muhammad Anvar Badaxshoniyni bir kitoblarini topdim. Uni o'rganib, maslahat qilgandan keyin ma'qul keldi ko'pchilikka va shuni tarjima ham qilib o'zbek tiliga tayyorlaganmiz. Shuni chop qilish ma'nosida harakatlar bo'lib, ana shu kitob chiqib qolsa, menimcha ko'pchilikka juda yaxshi foydali bo'lar edi. Chunki bu o'sha qadimgi haqiqiy ahli sunna va jamoa mazhabining aqidasini aks ettiruvchi eng qadimgi kitoblardan. Hozirgi kunda ko'pgina oliy islom o'quv yurtlarida o'qilayotganligi ham bor, ko'p tarqalganligi ham bor. Ana shu narsani ko'pchilik o'qib, dars qilib o'rgansa aqida bobida menimcha juda yaxshi bo'ladi degan fikrga kelganimizda shuni qildik. Agar yangi ba'zi bir kitoblarni yozilsa, hozirgi kunda turli ixtiloflar chiqib turibdi. Ba'zi bir odamlar bu o'zini fikrini yozibdi, falon kitobda pistonida degan ma'nolar bo'lmasligi uchun o'sha qadimgi va hamma e'tirof qilgan va qilayotgan kitobni olib tarjima qilingan. Ana shu inshaalloh o'qilsa, bizning fikrimizcha yaxshi bo'ladi degan umidimiz bor. Xullas, mana shu ma'noda demak bor imkoniyatlarni ishga solib, har bir kishi, xususan yosh mo'min musulmonlar aqida masalasini o'zlari uchun puxta o'rganib olishlari kerak bo'ladi. Undan keyin Qur'oni Karim qiroati nihoyatda zarur. Chunki Qur'oni Karim qiroatisiz namoz o'qish yoki boshqa bir ibodatlarni qilish mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson qo'lidan kelganicha Qur'oni Karim o'qishga o'rganishi zarur. Har bir mo'min musulmonni boshiga farz narsa bu. Buni esa qiroat ilmidan xabari bor ustozdan dars olib o'rganish kerak. Qur'on alifbosidan boshqa alifbolarga yozib olib yoki ovoz yozadigan jihozlarga yozib olib, o'shunga taqlid qilib o'qib ketishlar bu qiroat hisoblanmaydi. Qiroat ijozatli bo'lishi uchun, to'g'ri bo'lishligi uchun, maqbul bo'lishligi uchun qorilik ilmini egallagan, ustozlardan qiroatga ruxsat olgan kishidan dars olib, oyatlarni va harflarni qanday talaffuz qilishni, tajvid qoidalarini qanday ado etishni o'rganib, u ustozdan eshitib, uni o'zlashtirib yana qayta ustozga